Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Jumanazar Komilov. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari iqtisodiyot tarmoqlari ijtimoiy sohalarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida viloyatimizda bo'ldi. 2 kunlik tashrif davomida ko'plab yangi obyekt va loyihalar ishga tushirildi. Shuningdek, prezident viloyatimizdagi infratuzilmaviy va ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar, yangi sanoat, turizm loyihalarini ko'rib chiqdi. Tashrifning ikkinchi kuni esa faollar bilan Xorazmni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Hurmatli prezidentimizning tashrifidan men shu narsani anglab oldimki, Xorazm tarixida bir yangi davr boshlandi. Bu yangi davr uning tarixi, buyuk olim va fuzolari bilan bog'langan davr bilan chambarchas bog'lanib ketdi. Buning sababi mana uzoq yillardan beri Xorazm viloyati faqat qishloq xo'jaligiga asoslangan bir soha bo'lib qolayotgan edi. Bugundan boshlab mana Xorazmda turizm ustunligi, mana shu ota-bobolarimiz qoldirib ketgan merosdan unumli foydalangan holda uni jahon ommasiga ko'rsatish, ko'plab turistlarni jalb qilish, turizmni rivojlantirish bo'yicha ko'plab topshiriqlar beriladi. Albatta, bu mana shu viloyatimizga bo'lgan turizmning yanada rivojlanishiga, xalq iqtisodiyotining rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shadi. Undan tashqari mana Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan madaniy meros komplekslari bilan bularni birgalikda yaxlit qilib, mana shu kelayotgan turistlarni bir kun, 2 kunga emas, 3-4 kun mana shu turistik halqa paydo qilish to'g'risida topshiriq berdilar. Bu albatta mana shu respublikamizning, O'zbekistonning jahon ommasi oldida turgan obro'yini yanada oshiradi. Yana bir e'tiborli tomoni, Xorazm viloyatida mana ko'p yillardan beri Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining mustaqil Urganch davlat tibbiyot instituti maqomi berishi bu tibbiyot sohasini, mana shu ta'lim eksportini rivojlanishiga olib keladi. Mana shu xalqaro aloqalarga chiqqan paytimizda mana shu filial statusi bizga to'liq rivojlanishimizga qaysidir ma'noda xalaqit berardi. Bugun endi biz bemalol Yevropadagi universitetlar, Osiyodagi universitetlar bilan bemalol chiqib, ular bilan muzokaralar olib borib, xalqaro shartnomalarimizni yanada ham kuchaytirishimiz mumkin. Ta'lim eksportini mana 25-o'quv yilida Qozog'istonning Qaraganda shahrida mana shu ordinatorlar tayyorlash bo'yicha o'zimizni filialimizni ochdik. Mana shu 22-aprel kuni mustaqillik qarori chiqqanimizdan keyin u hamkorlarimiz eshitib, bizlarga ularda shu Qaraganda shahrida Urganch davlat tibbiyot institutini filialini ochish, magistratura, ordinatura, internatura va bakalavriat yo'nalishini ochishni taklifi bilan chiqdilar. Albatta bunday yutuqlarimiz bundan keyin men o'ylayman ko'plab bo'ladi. Bu respublikamizni tibbiyot sohasini rivojlanishiga, tibbiyot sohasidagi mutaxassislarni zamon talablariga javob beradigan ajoyib bir yaxshi institutga, universitetga aylanadi.